Metal Master Jasur jamoasidan navbatdagi loyiha apparatlarimizni qisqacha video ozor qilamiz. Yana bir partiya loyiha apparatlarimiz bilan taq bo'ldi. Bular o'z egalariga jo'natiladi. Bular O'zbekistonning har xil viloyatlaridan buyurtma qilingan. Mana bu 35 ga 30 podyom 12 talik bir vaqtning o'zida 12 ta chiqaradi. Bu Surxondaryo viloyatiga qilib berildi. Bemalol 3 kishi, 4 kishi 3,5 mingtadan 4 mingtagacha g'isht chiqarsa bo'ladi bu apparat bilan 12 talik bilan. Gilamnisi shunaqa katta balonlar bilan jihozlangan, kamerali balonlar. Not 2 boyagi qishi chuqur yo'llarga bemalol g'isht qo'yib ketaversa bo'ladi bu apparat bilan. Podvodit qilmay gilamnisi. 12 talik. Mana bu apparatimiz 9 talik 28 ga 38 podyom 10. Bu Navoiy viloyati Uchquduqqa qilib berildi. Bir vaqtning o'zida 9 ta g'isht chiqaradi. Shunaqa katta balonlarni jihozlangan hammasi. Ichi qalin nержавейка bilan qoplangan. Gilamnisi apparatlar mexanik ishlaydi. Hech qanaqa elektrda tok shart emas. Mana bir qo'l bilan bemalol boshqarsa bo'ladi apparatni. Yengil, qulay ishlatishga. Kimlardir apparatlar og'irmi, yengilmi, qanday ishlatsa bo'ladi, qiyin emasmi deganlar uchun mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana yurg'azib, ko'tarib, tushirib ko'rsatib beryapmiz. Mana tushadi, ko'tariladi bir qo'l bilan. Yurg'azib, oldinga, orqaga shunaqa qilishlaydi. Mana 12 talikni qilib ko'rsatib bersangiz. Mana yengil, qulay bir qo'l bilan surib, tushirib, ko'tarib, shunaqa ishlashi yengil, qulay. Mana bu apparatimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga qilib berildi. Bu apparatimiz 30 ga 40 podyomi 10, 9 talik bu ham. Mana bu 6 talik 30 ga 40 Jizzax viloyatiga qilib berildi. Bu 6 ta bir vaqtning o'zida 6 ta chiqaradi. Bu apparat bilan 2 kishi bemalol 2,5 mingtadan 3 mingtagacha g'isht qo'ysa bo'ladi. 6 talik bilan. Mana bu apparatimiz Samarqand Pastdarg'omga 36 ga 16 podyomi 13 cm bo'ldi. Bu ham qalin nержавейка bilan qoplangan. Hammasi 2 lik qalin original toza nержавейка bilan qoplangan. Hammasiga shunaqa katta balonlar bilan jihozlangan. Qulay bu ham ishlatish. Yengil. Bemalol 2 kishi, 1 kishi ham g'isht qo'ysa bo'ladi bu apparat bilan. 8 talik. Bunaqa razmerdagilarni 20 talikgacha qilsa bo'ladi. 36 ga 16 ta 20 talikgacha. Mana bularni 12 talikgacha qilsa bo'ladi. Boshiga ko'rsatilgan 12 talik qilingani. 30 ga 40 larni maksimum 12 talikgacha. Mana shu normal o'zi gabarit. Bundan ortiq masalan 15 talik, 20 talik qilsa juda katta ketadi. Shuning uchun 12 talikgacha. Kichkina razmerdagilarni mana bunaqa 36 ga 16 podyom 13, 12 liklarni bemalol 20 talikka chiqarib bo'ladi. Kichik 25 ga 12 podyom 7, 9 lik paltarashkalarni 10 talikdan 100 talikgacha qilsa bo'ladi. YouTube kanalimizga bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Ichkarida videolar bor. Metal Master Jasur deb yozsangizlar, o'sha 30 talik qilib berilgan Samarqandga 3 ta apparat, bir kishi bitta akaxonimiz olgan, mexanik ishlaydigan 25 ga 12 podyom 9 lik qilib berilgan o'sha apparatimiz 30 talik. U apparatni 40 talik, 50 talik, 60 talik, 100 talikgacha qilsa bo'ladi. G'isht qolipi qancha razmeri kichiraversa, shtuga ko'payaveradi, donasi chiqarish. Qancha kattaroq bo'lsa, masalan, eng maksimum hozir eng katta razmerdagi g'ishtlarimiz 30 ga 40 bo'lyapti. Mana shunaqa 30 ga 40 larni masalan 40 talik, 50 talik qilib bo'lmaydi. U degan juda katta olib ketadi. Uni ishlatish uchun qulay. Mana shu eng maksimum 12 talik normal ishlatishga har taraflama qulay. Mana shu bilan bemalol 3 kishi, 4 kishi 3,5 mingtadan 4 mingtagacha kuniga g'isht chiqarsa bo'ladi. 12 talik bilan bemalol. Mana bunaqa 30 ga 40 bu ham 9 talikgacha qilingan. Bu 9 talik qilingan. Mana bu ham 9 talik. Bu 6 talik. 8 talik buni aytib o'tdim. 36 ga 16, 20 talikgacha qilib beramiz. Kimdagi bunga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa,
bemalol murojaat qilaverasizlar. YouTube, Telegram kanallarimiz nomi, Instagram kanallarimiz nomi Metal Master Jasur, nomerimiz 97 141 89 99. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani.